Xudo xolasa, xuddi shu shar kabi narxlarimizni bangillatib tashlaymiz. Xo'p, bir chekkadan tushuntirib beradigan bo'lsam, mягкий fasonimiz. Mягкий fasonimizni bilasizlar, bizni manej komplektlarimiz tuzilishlari lulkali, tumbichkasi, tagida kravati bo'ladi, shkaf, to'rtta narsa o'xshaydi. Ichidagi matraschasi hozir bularni tushuntirib o'taman. Brendlarimizni ham yopishtirganmiz. Shularga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, bu yerdan bir chekkaga keladigan bo'lsak, mana shu holatda bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, pashaxonasi. Bu yerda o'sha to'rtta narsa bo'ladi. Pashaxonasi, lulkasi bilan qo'shimcha, tumbichkasini ichida bitta eshikda, tepasida tortmadan iborat. Tagida kravat. Kravatida 3 ta tortmasi bor mana. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, shkafimizni tushuntiradigan bo'lsam, bitta qanotni ochamizda, ichidan ikkita polkasi o'zi bilan tagi bilan 4 ta bo'ladi. 3 ta bo'ladi. Xo'p, ikkita ilgichi bor, ikkita qanotini ichida. Buni ham aytganimizdek, tagida tortmasi bor. Xo'p, shu ko'rinishda bu oq rangdagisi, bunisi молочный rangdagisi. Молочный ham bejviy svetda, o'ta bejrim holatda, приятный. Ichlari ham молочныйga, material ham молочный kombinatsiya bo'lgan. Ruchkalarini ham ko'zli holatda mana. Xo'p, bunga qo'shib beradigan narsamiz, aksiyamiz ichiga bonusi ham bor. Bonusi Lego. Ko'rishingiz mumkin. Legosi ham tini, hammasiga bitta-bitta o'zini Legosini ham qo'shib beramiz. Sharlari ham ichida. Xo'p, bular aytganimizdek shu ko'rinishda bo'ladi. Endi manejimizni chachilgan holatini ko'rsatib. Mana bu chachilgan holatda, mana ko'rishingiz mumkin. Bu lulkasi pastga tushgandan keyin pastda ham tebranaveradi mana. Ko'rib turibsizlar. Spanliydi, yoniga olib kelib ulab olsa ham bo'laveradi. Bu katta holatdagisi kravat tagidagi. Bu tumbichkasini ham o'zi xohlagan joyiga qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Bu kravati, lulkasi aytganimizdek, mana shu bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta narsa qo'shimchasiga Lego beriladi. Narxiga keladigan bo'lsa, eng qiz ajoyib 3 million so'm qilib beryapmiz. Komplet 4 ta naborda. Mana kanalimizda o'zi o'tsanglar 3,5 million so'mdan sotilgan narx. Aksiyada mana shu 12 dona xolos hozirda. Bemalol pastki nomerlarga aloqaga chiqib o'zingizlarning mahsulotingizni zakaz qilishingiz mumkin. 6 dona молочныйsi, 6 dona oq rangdagisi bor xolos. Bemalol aloqaga chiqib o'zingizlarning mahsulotingizni zakaz qilinglar. Hammanglarga sog'lik tilayman.